Bugungi kunning haqiqiy qahramonlariga aylanib ulgurayotgan tadbirkorlar har bir sohada, har bir tumanda o'zlarining faolligini ko'rsatmoqda. Ishlab chiqarishda, yirik hajmdagi eksportlar yo'nalishida ishning ko'zini bilgan biznes vakillari uchun imkoniyat keng. Aynan shu tadbirkorlik sohasida Ellikqal'a tumanida ijobiy natijalarga erishayotgan zamondoshlarimiz haqida hozirgi lavhamizda so'z boradi. Xabaringiz bor, Ellikqal'aning bugungi kundagi rivojlanish drayveri uzumchilik hisoblanadi. Hududda joylashgan Rashid Quliyev boshqargan Voris Uru fermer xo'jaligi ko'p tarmoqliligi bilan boshqalardan ajralib turadi. Ushbu fermer xo'jaligidagi 11 gektar maydonni egallagan, gektaridan 20 tonna mahsulot va 100 million so'm daromad olish imkoniyatiga ega bo'lgan uzumchilik plantatsiyasi gigant tadbirkorlik faoliyatlaridan biri hisoblanadi. Bu yerning hosildor maydoni 5 gektarni tashkil etadi. Plantatsiya hozirgi kunda kuzgi hosilni yig'ib eksportga jo'natish arafasida turibdi. Bunda asosan mahalliy aholi ish bilan ta'minlangan. Ma'lumot uchun bu fermer xo'jaligida uzumchilikdan tashqari paxta, bug'doy mahsulotlari yetishtiriladi hamda Guldursun limonlari issiqxonasi ham tashkil etilgan bo'lib, loyiha qiymati 11.7 milliard so'mni tashkil etadi. 3 gektar maydonni egallagan issiqxonada limon ko'chatlari ekilgan. Yillik eksport hajmi 180 tonna yoki 360 ming AQSh dollarini tashkil etadi. 4,5 ming tip limon bor. Mandarin, apelsin, ular limonlar Toshkentdan. Erta bahorda o'g'it beramiz. Hozir endi erta bahorda qirqildi, ikkinchi qirqim boshlandi, yana xudo xolasa bir oy mobaynida qirqib bo'lamiz buni. Kuzda pishayotgan vaqtda buni noyabr oyida pishib boshlaydi xudo xolasa. Noyabr, dekabr oylarida tayyor bo'lib, ishki mahsulot qilmoqchi va bozorlarga chiqaramiz. 4 tonna meva berdi. 8-9 tonna mahsulot beradi. Buxoro, Qo'qondagi ustozlarimizdan 40 yo'nalishlarni o'rgandim. O'zim hozir endi 40 boshladim. Doim ishchilar soni 15 barobar doimiy ish bilan ta'minlangan.